Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun hurmatli tomoshabinlar, haftaning chorshanba kuni 21-may 2025-yil Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanidamiz, Boltako'l degan joyda. Hurmatli tomoshabinlar, Abror akamizlardan bugungi videoroligimizda yaxshi ishonarli mollar chiqadi akalar. Yosh va sifat mollar, qo'ldan kelgancha narx-navolarni yoritib beramiz. Ko'rasizlar, narxi va sifat to'g'ri kelsa, bemalol behijolat kelib ustida savdo qilib olaverasizlar mollarni. Ishonarliligiga garantiya beriladi akalar. Yemoq ichmog'ini, sog'lig'ini mana shu yerda bemalol necha kun bo'lsa sanab tekshirib olaverasizlar. Chunki mollar yemasa, ichmasa bu holatda bo'lmaydi. O'z ishqibozlar juda yaxshi biladi buni. Shuning uchun bemalol maslahat qilib kelib savdo qilib olaverasizlar akalar. Yosh mollar. Videoni oxirigacha ko'rib baho beringlar. Videoni boshladik. O'zbekiston Respublikasi bo'ylab kelishilgan holatda dastavka ketadi. Assalomu alaykum. Assalom, kesinlar, hoji. Sog'lik bo'lasizmi aka? Qalasizmisiz? Rahmat. O'zim tuzimsiz? Rahmat aka. Mana obunachilaringizga uka xudo xolasa, mana to'l bosh yaxshi mollarimiz tayyor bo'ldi. Ko'rsatishni boshladi xudo xolasa. Qani ham bor, bo'g'oz ham bor. Qani ham, mana bir dona bo'g'oz bor, 3 dona sigiri bor. Aha. Mollarimiz seroq. Endi hali yetilgan olib chiqib ko'rsataveramiz. Yo'q. Hurmatli do'stlar, videoni oxirigacha ko'rib, fikr mulohazalar kommentariyada qoldiraverasizlar. Ketish boshladik. Qaysidan boshlaymiz? Farqi yo'q uka, qaysidan siz boshlayveramiz. Qaysini puli yengil? Unari chekka sigirimiz. Bo'g'oz deychi. Bo'g'oz. Hurmatli do'stlar, bir boshdan boshlaydik. Mayli ko'rsating. Tishi yo'q ekan, chiqar ekan. Bunimiz gibrid. Simentalli qonunchi ko'proq. Simentalli ko'proq qotgan. Stakan yo'q. Hurmatli do'stlar, mana jonivor. Hali kurak chiqarmagan varianti. Ammo yo'g'on mol. Aylantirich. Hurmatli tomoshabinlar, mana ko'rib turibsizlar-a, mol yemasa, ichmasa bu holatda bo'lmaydi. Oborib olib, dimiga boylab yemayapti deb o'tirish kerak yo'q buni. Yaxshi qarasa, parvarish qilsa beradi. Bollar sutni ham nolasa joyida o'zini oqlaydi. Nech pul bahosi? Xudo xolasa, narxiga yopishtirib 46 million so'm chami bor. Ko'pmi, kammi, ozmi? Kam. Savdo qilib olishaveradi uka. Savdosiga, muomalaga qarab beraverasizda, to'g'rimi? 46 million so'mdan so'ralyapti, hurmatli tomoshabinlar. Bo'g'oz variantda tutaklarini ham ko'ringlar. Xudo xolasa, yelindir, yaxshigidan solish niyati bor. Ha, xudo xolasa. Mana. Ko'rsatavering aka. Hijolat, yuvoshligi zo'r. Hozir idish soladi. Orqalarini Sal siylamisizmi? bo'ldi uka, 45,5 million so'm. Ha, butundan bir to'rtinchi birar safar nima bo'lsa bo'ldi endi. Bo'ldi, 45 million so'm. Kami ko'p, savdo qilaverasizlar. 45 million so'mdan aytilyapti, hurmatli do'stlar. Stakan yo'q, birinchi qorin yosh, yetuk bo'g'oz. Simentalni bolasi omad bo'ldi. Onasi simental buni, otasi bor, onasi simental. Onasi simentalni bolasi. Barakasini bersin. Bo'laveradi aka. Hurmatli do'stlar, original mol, original bo'laveradi-da, mana qarang. Bismillahirrohmanirrohim. Ikkita yetkazmoqchi turibdi. Bu rossiyskiy bu. Bolasi necha? Hurmatli do'stlar, bolani ko'rib hozir baho berasizlar. Mana rossiyskiy, mana. Bolani ko'ryapsizmi? Yaltirog'ini qarang. Bunajida. Ichketdi bo'lgan sog'lom. Hozir 22 litr sut beryapti avvalgi. Aha. Bor hali berib turganini aytish kerak, hali yo'q yoqda gapni gapirib nima qilishni kerak yo'q. 22 litr beryapti. Birinchi qorinda o'zida. Hafta bo'ldi, birinchi qorin. Aha. Bolasi kelib o'lchab olsin shu yerda. Aha. Yedi ishtisi, yuvoshlilari zo'r, xudo xolasa. Ayb nuqsoni yo'q. Oboring bolasini. Kichkina moldan. Bolasini oldiga boring. Bolasini olib keldim. Nech pul bahosi? Bahosi uka 45 million so'm bu ham. Endi hali sizga 46 yetmas, mana 45 million so'm ozgina kami bor. 45 million so'm kami bor deyapti, hurmatli tomoshabinlar. Savdosi bor-a? Savdosi bor. Yurgizavering. Aytilgan narxga sotilmaydi, kami bor akalar, savdolashaverasizlar.
Oyoq qo'li zo'r, xudo xolasa mollarda yaxshi mol olaman degan odam. Bolani ham ko'ring, so'ljayib turgan, uxlab turgan buzoq bor. Akalar, hali bizda ko'pchilik buzoq so'rayapti, hozir juda so'ragan ko'p buzoqni. Fermalarda mana shunaqa buzoqqa 6 millionga ochilib turibdi. Endi bolada ham farq bor-da, bitta sariq buzoqni tayyorlab tursa 2 millionlik. Narxi arzon bo'lishi mumkin. Bolaga ham e'tibor beringlar. Jaylarim oldi bolasi chiq, unaroq bo'ladi. Bularga zoti baribir. Sariqmi rangi qizig'i yo'q-ku. Bolaga ham ahamiyat berish kerak-da. Molni chiqqan joyida ham o'sha keraksa qo'shilib turgan buqasiga e'tibor qilingan. To'g'rimi? Mana yuvoshliklar. Mana damlarim netgan yo'q uka. 22 litr, 23 litrgacha beryapti. Atal ichgan kuni 3 litr ko'p beryapti. Etada foydasi bor sigirga. Mana Abdulloh 2 dona tishi. Bo'ldi. Gap so'z yo'q. Hurmatli do'stlar, xo'p, rossiyskiy varianti bu, shoxli variant. Xohlang shoxli oling, xohlang shoxsiz oling. Mana bolasi, 100 ga 100 gibrid. Bolasini qarang. Bugun 3-kun. Havas qilganlar mashalloh deb yozib qo'yinglar. Shunday molni boqishni o'zi ham, mana shu holatga olib chiqib ko'rsatishni o'zi ham oson emas. Gibrid oldiga o'tkazing bolasini shunda tursin. Pirvoznay. Hozir o'g'iz 20 taga yaqin beryapti. 3 mahal 4 mahal sog'ilyapti. Bizga qarab turing. Mashalloh. Mana o jonivor. Mana turish. Hurmatli do'stlar, mana shu turish. Ko'rib baho beringlar. Bola gibrid necha kun bo'ldi tuqqaniga? 3 kun ekan. 3 kun bo'ldi, ha? Gap so'zlar. Yurgizing. Hurmatli do'stlar, tuqqaniga 3 kun bo'libdi. Mashmonlar aka o'zingizning tajribadan kelib chiqib 25 taga olib boraman, bormayman. 25 tadan kam bermadi, xudo xolasi. Chunki o'zi hozir 3 mahal sog'ilyapti, 20 taga shu yo'lda beryapti. 17, 18 ta, bitta soqqa 6 litr, 7 litr, 5 litr beryapti. Mol chempion. Bola ham gibridda ertaga akalar. Falon pulli sigir bo'ladi inshaalloh. Mana bu o'zidan chiqarasiz. Hali bo'g'ozlari ham qanaqa bo'lyapti, misol. Biz ham yaxshi pulga olamiz. Yaxshi molni arzon berib qo'ymaymiz. Lekin insof sari baraka shu boqqaningizgacha hozir sotamiz. Nech pul bahosi aka? Qochirmay. Bahosiga 47 million so'm kami bor. Buni ham sizlar siylab gapiravering. 46 million kami bor, bro. Yana bitta siylang. 45 million kami bor. Bor ekansiz, jon aka. Kami qilib berdilar. Bo'ldi. Telefon qilib siylab berasiz. Buni bo'g'ozini ham misol bozordan Oboring aka. berib qo'ymasdi. Aka, bitta gap aytaymi? Men gapga turib beraveraman. Mana shu molni hech qaysi bozorda 45 etmaydi narxini. Ozmoz o'tganlarda xolos. Oboring. Ko'p bas. Akalar, dehqon ham masala yozyapti, kommentariyada ham unaqasan deyapti-yu. Mana shunday molni aytib qo'ymayapti-da. Endi uka yozmay yozaveradi. Bizlarning yozgan odamlar hammani o'ziga yarasha aqli bor, o'sha nimasiga qarab olaveradi uka. Gibrid bolasi ham. Bolasi gibrid. Zaril olsa 7 millionga topolmaysiz buzoqni. Buzoq zaril menga degan paytda topolmaysiz. Qatgan yo'q, Abrojon. Suti yoradi. Subhanalloh. Mol sifat akalar. O'ta sifat mol. Hurmatli do'stlar, kelishib olinsa, Monisini ana ko'rsatib qo'ying yilini yaqinda. Hali ishi qaytgan yo'q, hali damlar hozir savoqsiz ham mana shunda turaveradi. Bugun 3-kunda mana. kelishib olinsa, hurmatli tomoshabinlar, nafaqat O'zbekiston Respublikasi, balkim qo'shni Tojikiston davlatiga ham, ha? Kelishib olinsa, dastlabkasi muammo bas. Kelishiladi. Ishini ochib qo'ying. Ikki dona. 2 dona. Abjabbar aka. Martda ho'gar ekansiz bugina. Mollar sotaylik. Xudo xolasa. Bismillah, Abrojon. O'sha odam baraka topadi. Yuvosh, lekin yo'q. Ajjon. Shunday ko'rib olishdi. Dangal deb ho'gan ekan, akam dangal o'tib qo'y qoldi. Xo'p.
Ustalar ana qaranglar. Ana tutaylik ko'rsataymi buni? Hakim tog'amga o'xshab o'zini pulini aytib yormaydi ha. Mana mashalloh. Ko'rganda mashalloh deb qo'yasizlar. Buni ko'rsating bo'ldi. Boshqa. Oh bari, olib keling bolasini. Hozir raqsga so'rayman. Hurmatli tomoshabinlar, mana ko'rib baho beringlar. Tuskalanimda yaqindan ko'rsatib qo'ying, Abrorjon. Bo'ladimi edi? Bolasi xunadi. Xunadi. Bolasi qayda em yuribdi hozir. 15 ta 16 sut beryapti. 16 Bola ta umuman gap. baylangan, hop baylandi bolasi. Ko'rasizmi? Emmayapti. 15 ta. Mashina kecha 5 oylik buzog'ini men o'zim 18,5 millionga oldim. Ha. 5 oylik buzog'ini. Mana xudo xolasa. Sizga to'ydirsangiz, bolasi ham buyum bo'ladi, sigir bo'ladi-da. Bolasi ham toza, xudo xolasa zo'r mol. Mana qarang Abrorjon mana. Dimlanmaganligini ko'rib olaman. Ko'rdingizmi? Men dimlangan yo'qman. Soting. Endi ertalab soatda endi bo'ladi lekin. Bolasi o'sha misol sayda em yurib 15 ta 16 beryapti. 20 tani xudo xolasa qoyillatib beradi. Endi 3-kun. Tuskasini qani. Yaxshi mol ekan. Nech pul bahosi? Bahosi uka buni ham Qochirmay. Yo'q, qimmat aytdim, xolis gapiring. 39 million so'm kami bor ekan. Bo'g'ozini puli uka. Desa devoring jon aka. Va men aytib yuboraymi? Aytib bor. 38 million kami bor ku. Abror aka hozir 500 kilo boraveradi. Abror aka, bitta bo'lsa bo'lsin bugun. Bitta bo'lsa bo'lsin, zo'ri bo'lsin. So'nggi qo'ng'iroq. Qo'yda mana bola. Yarim parimbas uka 38 million kami bor. Kam bor, ha? Ha, Hurmatli do'stlar, 38 million kami bor. Savdo qilaveringlar. Mollar yosh. Endi akalar mana shunday molni agar qochma xonojini kerak bo'lsa, men olgan 5 oylik. Qochma xonojini akalar 23-24 millionda. Endi bitta hisobiga olib qo'ying. 1 yil boqish bor edi. Mana deb bolani oldiga tushib qolishi bor. Hamma yoq hisob kitobi bor. Savdo qilaverasizlar. o'ziga qarab, hamma narsa o'ziga qarab. Berishi mumkin 20 litr sut beradigan sigir 25 millionga. Va 4-5 qorin bo'lsa. To'g'ri. Lekin Bunaqa mol bilasiz, biz bunaqa mol bilan bunaqa qilmaymiz. Biz faqat birinchi hali sifatga. Yosh mol bilan hali farqi katta mol bilan mol. katta. Yosh mol bilan qari molni farqi katta. Keyin zotli mol bilan o'zimiz jaydari molni farqi bor ekan. Aka o'zingiz ham oldin jaydari boqardingiz-ku. Ha, u bo'pti, bu bo'pti deyishni kerak yo'q. Endi o'sha nima deydi? Hali o'zimiz jaydari mollardan bularni effekti yaxshi ekan, o'shaning uchun bu mollarga o'tib ketdi uka. Nimaga? Misol o'zimiz jaydari mollar idishmon deb bo'lgan bilan buni sutini berolmaydi uka. Uzoq muddat ham beradi. Ha. Misol beradi u ham, buni yarmicha sut beradi. Bular endi berish jarayoni ham kuchli ekan-da. Uzoq. Uzoq olgan. 7 oy, 8 oylik bo'g'ozgacha beryapti. Chiqarolmayotgan kuni ham bo'lyapti bo'g'oz. Ketib sog' beramiz. Hurmatli tomoshabinlar, mana sigirlarimizda ularda endi akalar apparat qo'l tanlamaydi. Yengil sut sog'ish jarayonini yuvoshligini ko'rsatib qo'yamiz sizlar uchun. Omilachilar. Buni ko'rib olaman desa uka beg'idalab kelaversin. Ularni nima qilishlar? Buni sutini baland Oradan yumshoq yilni mana shu. Mana idirilyapti akalar. Mana bu sog'ini qiltatmaydi janovar. Soqqolam saqlab. Mana biri ushab turib netga yo'q akalar. Shuni qarang. Mol olganday bo'lasa akalar mazza qilasiz. Nahla hozir akalar hozir yo'lida. Nahla hozir yo'lida. Hozir olish tavsiya qilaman. Chunki akalar bundan mollar 50 million tepasida aytilib turibdi. Bir 1,5 oy oldi. Bo'ldi, chekkadagini yediring. Mana hurmatli do'stlar. Hani yuvoshlik zo'r, oyoq ko'tarishni bilmaydi. Hurmatli tomoshabinlar, shu bemalol behijolat savdo qilib bo'laverasizlar. Bo'ldi, ataka narigisi tayyor. Ha, qarang. Murakasiz. Ha? Qo'la-qo'la, qo'yasiz.
Tutaylarga ham e'tibor beringlar akalar. O'sha yillar. Sigirni qolipi yo'q. Ming zo'rini 2 million arzon oldim deb bu yilini dimini olsangiz mazza qilmaysiz. To'g'rimi aka? Ha, edi. 2 million yo 3-4 million arzon oldim u. Tepyapti-da desangiz yana bo'lmaydi. Aksariyatlarga akalar zot mollarda bularda kallasi o'sha zotdan zotga o'tadi, ya'ni tepish bir ortiqcha xarakter yo'q bularda. Mana Abrorjon. Shu 100 tadan yo bitta ikkitadan chiqib qolmasa qiyin. O'nlashtirib qo'ying jon aka. O'nlashtirib sovun. Tutagini qarang. Mana aga o'tib sog' ber, yomon. 2 kishi ham to'g'ri. Ha, bo'ldi, sog'lik. Bo'lasin bo'ylang aka. Nima do'stlar mana. Bo'lasin yana bir shaqo. 2 kurak yosh o'tiring bitta aka. Abror akamni ko'ni ketib qoldi. Ishlari zo'r ekan. Mana. Bu sog'lar, mana qarang. 2 kishi ikki tomondan sog'a, ammo qizig'i yo'q. Yo'lda qilib berasizlarmi? Xudo xolasa uka shu kungacha yo'lda qilib beryapmiz. Obunachilarga birortasini bir nomut qilingan. Bundan buyog'i ham yaxshilab beraver. Abror aka, nima deysiz? O'zingizga ham arzon kelyapti mollar ha? Yo'lida. Yo'lida kelyapti-ku, o'shaning uchun yo'lida sotyapmiz. Qarangda. Ularni misol tug'dirib, alda qilyapmiz, mehnatini qilyapmiz. Qarang, 2 oy yo 1,5 oyliklar falan hozir farqi bor-da. Farqi bor uka. Endi to'g'risini aytish kerak. Ichi yo'lida kelyapti, o'shaning uchun bo'lmasam uka bular 50 tepasida mollar. Endi hozir yo'li bilan olyapmiz. Biz ham hali boqqanimizga yarasha. Mana Abrorjon. Qo'ylar bularga endi akalar 10 million bo'lmaymi sigir? Farqi yo'q. Olib keladi, mehnatini ustiga qo'ysa. Sotaveramiz uka. Muhimi hali bunday gapda uka. Ha, muhimi hali Qo'yoqqan. Xalqdan yaxshi ham molni olamiz uka. O'sha yaxshi molni ilinib birovga sotamiz, xudo xolasa. Hali o'zimizga ravo ko'rgan narsani birovga ravo ko'ramiz. Yaxshi mol sotamiz. shu mana xalqdan olib xalqqa qaytib berilyapti bu. Xuddi shunaqa. Faqat ustida mehnat ketyapti. Buni Mehnati bor. hamma ishda o'zini mutaxassis bor. Xudo xolasa mehnat qilindi mana. Boqib tug'dirib, eson-omon bolalarni oldiga tushdi mana. Barakasi bersin. Hurmatli tomoshabinlar, yoshidan, zo'ridan, rossiyskini 100 dan, bolasi gibrididan so'raganlarga, mana sizlarga chista krovni garantiyali mol akalar. Qo'llarigacha garantiya beriladi akalar. Haqiqiy xo'jalikni gullatib yo'q o'tkazib yuboradi. Bolasi ham akalar gibrid. Shqozlarga Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida turibdi akalar. Bir hafta yemog'i ichmog'i sog'lig'i salomatligi garantiyasi bilan sotiladi akalar molimiz. Bolasi Xunojon 2 kurak birinchi qorin. Tishini ko'rsatib qo'y. Shunaqa mollarni birinchi qorin desa ko'pchilik ishonmayapti. Bu katta-ku bo'lishi mumkin emas. Mana 2 dona. 2 kurak. Bu mollar zot mollar. Shqozlarga sotiladi Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida. Lubboy joyi bozoriga taqqoslab olaverasizlar akalar. Yaxshi mol hamma yerda pul. Lekin yo'lida qilib sotiladi. 45 million so'm ozginasida beriladi. 91 kodi bilan 672 1206 srochno aloqaga chiqaverasizlar. Agar mabodo bola zarar bo'lmasa 6,5 millionga tashib ketaverasizlar. Mashalloh mana. Hadi. Hayda. Hurmatli tomoshabinlar, gibridni yerga yaqin yoshidan so'ragan akalarimizga mana sotiladi. Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida akalar, Yetuk bo'g'oz. Birinchi qoringa hali tish ham buzmagan bo'lyapti. O'zi mana shu mol akalar sementalli bolasi ekan. Sementalli. Gibrid ekan. Shqozlariga 91 kodi bilan 672 1206. To'liq videolar YouTube'da birorizda. Birinchi qoringa Yetuk bo'g'oz. Narx 45 million so'm ozginasida beriladigan joyi bor. Shuni ochib qo'ying. Mana. Hali chiqib qolmagan bo'za. Bitta chiqaryapti. Chiqaryapti. To'liq videolar YouTube'da birorizda like bosib qo'ying. Hurmatli tomoshabinlar, mana sizlarga yosh va sifatli sigirlar zarur bo'lsa, Yetuk bo'g'oz shqozlariga 45 million, tayyor tuqqan bolasi Xunojon akalar 22 litr sutga 45 million. Hurmatli tomoshabinlar, mana gibrid bolalar rossiyskiy shqozlariga 46 million so'm kami bor. Mana akalar.
Faqat 40 million tepasida emas mollar. Mana shu bolam akalar yaxshi qarasa 20 tadan tepada beradi, 17-18 ga beryapti. Chunki bolasi 3 kunlik holatda. Narxi akalar 38 million kam bir. To'liq videolar YouTube'da Abrorizda 97 kodi bilan 944 2604 raqamiga aloqaga chiqaverasizlar. Chiroyli qilib beringlar. Like bosib qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar.